Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Proflis har doimdek Akbarali. Bugungi videomizda Zabor, Fronton keyin shunaqangi katta ob'emli tomlar uchun tunikalar haqida gaplashamiz. Videomiz ozgina uzunroq bo'ladi, shuning uchun yonbosh qilib YouTube'ga olyapmiz. Video davomida like bosib, kommentariy yozishni esdan chiqmasin. Ana bo'lmasam biz boshladik. Men sizlarga bugun o'ta arzon lekin sifatli hamda qalin tunikalarni ko'rsataman. Akalar, videoni ja unaqa uzun qilmaymiz. Ko'p vaqtinglarni olmaymiz. Informatsiyani tezda berib o'tib ketamiz. Ko'rib turganinglardek rangini hamma rangidan bor. Bu tunikalarimiz nimaga har xil qalinlikda, har xil uzunlikda deydigan bo'lsanglar, bular TMZ zavodda ikkinchi sort tunikalari. Ya'ni har xil qalinlikda, har xil balandlikda, uzunlikda bo'ladi. Bular ikkinchi sort bo'ladigan bo'lsa, xizmat qilish qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsanglar, xotirjam 10 yil 15 yil turib beradi aka bu tunikalarimiz. Chunki qalinligi 0.4, 0.45, 0.5 aralash bo'ladi akalar. Tunikani qalinligi xizmat qiladi. Uni rangi, pokritiyasi, ko'rinishi bu albatta o'zgaradi akalar. Faqatgina mokriy rang emas, bu yerda oq bor, молочный bor, undan tashqari siniy bor, hamma rangida har xil qilib chiqarib qo'yganmiz. Bu tunikalarimizni nimaga Zaborga, Frontonga, kichkina so'rtaklarga tavsiya qilyapmiz akalar? Chunki bularda metraji har xil bo'ladi, lekin iloji boricha sizlarga bir xilda qilib yig'ib berishga harakat qilamiz. Katta ob'emda tom yopadigan yoki zabor yopadigan bo'lsanglar, aytgan qalinliklarda chiqarib berishimiz ham mumkin. Bu tunikamizni ko'rib tursangiz, atsinkovka ikkinchi sort tunikamiz bo'ladi akalar. Qalinligi 0.4, 0.45 bo'ladi. Narxi bo'ladigan bo'lsa 40 ming so'mdan chiqadi. Rangdagi har xil rangdagi tunikalarimiz qalinligi 0.45, 0.5 bo'ladi akalar. Qalinligi bir xilda iloji boricha teg berishga harakat qilamiz, lekin balandligi har xil bo'lishi mumkin. Iloji boricha bir xilda yig'ib berishga ham harakat qilamiz bu tunikalarimiz. Bularda narxiga keladigan bo'lsak, 1 metr narxi uchun 42 ming so'm so'ralyapti. Agar pulni tejamoqchi bo'lsangiz, o'rtacha qalinlikda bo'yalgan rangli tunikani oling aka. Xudo xolasa cho'tka qilib turib beradi. Tunika olayotganda 50% odamlar qiladigan xato bor, ya'ni tunikani Proflisda emas, boshqa joydan olishda. Xudo xolasa akalar, ishinglarni cho'tka qilib titkizib beramiz. Farg'ona vodiysi bo'ylab, ya'ni barcha vodiy bo'ylab dastavkamiz bor. Xizmatlar bo'yicha bemalol murojaat qilaverasizlar. Tunikalarimiz keng assortimentda bor. Xohlasanglar metrajni ham chiqarib beramiz. Xohlasanglar shunaqangi katta ob'emli tomlarni ham yopib beramiz. Video manfaatli va foydali bo'ldi deb umid qilaman jigarlar. Yana kimga shunaqangi foydali va arzon tunikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning kanalga like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xudo xolasa bundan arzon tunikalarni, lekin sifati bir xilda turadigan tunikalarni sizlarga ko'rsatishda davom etamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.